Assalomu alaykum Metal Planet kuzatuvchilari. Ko'p ustalar yoki tunuka sexlar mana shu figurani qanday kesilishi, razmerini so'ragandi, qanday qilib bukilishini so'ragandi. Biz zagodovka holati 0.62,5 ga 74 sm qilib kesib olamiz. Razmerlarni bo'lsa bitta aytib chiqamiz. Ko'rib turganingiz 6 sm. Bu ham 6 sm. Ichkari tomon bo'lsa 28 ga 43 sm bo'ladi. Globina oyoqchasi 2,5 sm bo'ladi. Tilchasi bo'lsa 1,5 sm. Kesilgan holati mana bunaqada bo'ladi. Mana bularimizni berishimizning sababi ichkaridan внутреннийga kirishga ochiq qolmasligi uchun. Ana shu narsalarga e'tibor bering ustalar. Buni qo'lda yasasa ham bo'ladi, bo'lmaydi emas. Lekin mana shu yerning ochiq holati ko'proq bo'ladi. Imkoningiz yetsa lazerda kesib olinglar. Urush jarayoni. Birinchi quloqni uramiz 90 gradusga. Hamda oxirgisi. Ichkari tomondan 90 gradusga. Mana kesib olgandan keyin mana bu holatda avval birinchi keltiramiz. Bu holatdan keyin mana birinchi kraska tomondan bosiladi. Yana orqa tomondan. Ko'rib turganingizdek, yana shu holat. Buni bosgandan keyin mana shu holat tushadi. Bu o'rtadagi gradusimiz 45 gradusga bosiladi mana. Bu ko'rib turganingiz mana shu holatda bosiladi. Navbat ichkari qismga keldi. Bu ham 45 gradusga bosiladi. Ichkari tomondan birinchisini. Bundan keyin yana bitta toshni almashtiramiz. Mana bu holatda kelgandan keyin yana bir toshni boshqachaga qo'yamiz. Navbat mana rang tomondan boshladi. Bu ham 45 gradusga boshladi. Ikkinchi tomondan. Mana shu holatda ketilgandan keyin yana bir marta toshni almashtirib olamiz. Eng oxirgisiga ham keldik mana. Eng oxirgisi ham bu rang tomondan boshladi mana. Bu ham 45 gradusga.